Gurlan tumanidagi Obod hamda Eshimjiyron mahallalarida 3 avlod uchrashuvi mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Ushbu uchrashuv yoshlar, o'rta va keksa avlod vakillarining boy hayot maktabi hamda qimmatli tajribasini birlashtirdi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Obod mahallasida keksalar guruhi a'zosiman. O'zimga berkitilgan ko'chalarda xonadon yurib, odamlar bilan yaxshi muloqotda bo'laman. Har bir xonadonga kelganimda ularning fikrlarini bilaman. Mana shu fikrlar asosida mahalla komitasiga yetkazaman. O'z maslahatlarimni beraman. Muammoli insonlarga qo'limdan kelguncha yordam beraman. Hamda o'zimga 10 ta yosh berkitilgan. Yoshlar bilan ishlashda jonbozlik ko'rsatib, ularni doim ma'rifatli, ilmli, tartibli, intizomli bo'lishga undayman. Shuningdek, tumandagi Ma'rifat mahallasida joylashgan umumta'lim maktabida ham 3 avlod uchrashuvi doirasida O'zbekiston qahramoni Anora Mahmudova bilan samimiy muloqot tashkil etildi. Nuroniylar jamg'armasi mehnat faxrlarining ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi jamg'arma bo'lib hisoblanadi. Ushbu jamg'arma bir nuroniy 10 yoshga mas'ul maqomi doirasida yosh avlodni kelgusida ilmli, ma'rifatli, aqlli, zakovatli, komil inson bo'lib yetishishida ularga go'zal madaniyatga, yetuk ma'rifatga, yuksak ma'naviyatga ega bo'lish uchun ular aslida tushuntirish ishlarini olib bormoqdalar. Aynan ularning olib borayotgan ishlari ularning egallagan boy tajribasiga, yuksak malakasiga va nazariy amaliy bilimlariga asoslangandir. Aynan ana shu jamg'armaning faoliyati tufayli yoshlarimiz hayotda o'ziga bir munosib o'rin egallash uchun, hayotda o'z o'rnini topish uchun, kasb egallash uchun bevaqt nuroniylarning maslahati tufayli katta yutuqlarga erishmoqdalar. Aynan nuroniylarimiz yoshlarning uchrashuv o'tkazganda asosiy maqsadni ularning ilm olishiga yo'naltirmoqda. Yoshlar qancha ilmga ega bo'lsa, uni mukammal egallasa, albatta ularda kelajakning muvaffaqiyatning hammasi kalitlari ochiladi. Ana shuning uchun ham ular bilimli bo'lsagina kelgusida biz yangi O'zbekistonni yaratamiz va 3-renessans poydevorini yaratamiz. Natijada biz jahondagi taraqqiy qilgan davlatlarning safidan munosib o'rin egallashga muvaffaq bo'lamiz degan umiddaman. O'tkazilayotgan uchrashuv ham ana shu 3 avlodlar bilan uchrashib, ularning kelgusida hayotga bir yo'llanma berishda, ularda hayotda o'z o'rnini topib ketishda, kelgusida bir munosib inson bo'lib yetishga xizmat qiladi degan umiddamiz. Chunki ana shunda uchrashuv albatta hamisha o'z samarasini berib kelmoqda va bundan keyin ham o'z samarasini beradi. Üç avlod uchrashuvlarida nuroniylar, ota-onalar hamda yoshlar ishtirok etib, avlodlar o'rtasidagi ma'naviy bog'liqlik, milliy qadriyatlar, yoshlar tarbiyasi masalalariga e'tibor qaratildi. Uchrashuv davomida katta hayot tajribasiga ega nuroniylar o'z hayot tajribalari, bosib o'tgan yo'llari, erishgan yutuqlari haqida so'zlab, yoshlarga ibratli maslahatlar berdilar. Bugungi kunda keksa avlod vakillarini ijtimoiy himoyalanganliklarini ta'minlanishi, ularning salomatliklarini tiklanishi, ularning uzoq umr ko'rishlari borasidagi ishlar bilan bir qatorda nuroniylarimizning endi boy hayotiy tajribalari, ularning bugungi kundagi salohiyatlarini aynan mamlakatimizdagi barcha ijtimoiy masalalarda faol bo'lishliklariga qaratilyapti. Yoshlarning tarbiyasi bo'ladimi? Oiladagi tinchlik, osoyishtalik ta'minlanishi bo'ladimi? Yurtimizni obod bo'lishligi masalalari bo'ladimi? Xalqimizning shu umum insoniy qadriyatlari, urf odatlarini bardavom bo'lishliklari masalalarida ham aynan nuroniylarimizga ularga juda katta bir ishonch bilan mehnat qilishlarini, shu jamiyatda o'zlarining alohida o'rni bor ekanliklarini bildirilyapti. O'zbekiston qahramoni Anora Mahmudova bilan bo'layotgan uchrashuv juda katta bir tarixiy voqeaga aylandi. Chunki u kishining bosib o'tgan yo'llari ta'lim tizimini bugungi kungi darajasida ham yanada mehnat qilib kelayotganlar, tarbiyalagan avlodlar bugungi kunda ular o'zi ustoz bo'lib ishlab kelayotgan murabbiylardir. Bu ularning hayot yo'li
yoshlarimiz uchun ibrat maktabidir. Mana bunday uchrashuvlar albatta mamlakatimizda juda ko'plab o'tkazilib kelinyaptiki, bu kabi bizning juda katta hayotiy yo'lni bosib o'tgan nuroniylarimizning yanada ibrat namunasi bo'lishga xizmat qilyapti. Uchrashuvda katta avlod vakillari milliy urf-odatlarimiz, kiyinish madaniyati, yoshlarni yot g'oyalarga ergashmaslik, vatanni sevish, axborot tarmoqlaridan maqsadli foydalanishlari bo'yicha o'z tavsiyalarini berdilar. Yoshlar esa o'z navbatida ustoz va nuroniylarga savollar bilan murojaat qilib, samimiy muloqot olib bordilar. Bugungi uchrashuv yoshlar kamolatida katta ma'naviy ozuqa sifatida esda qolarli tadbir o'tkazildi. Respublika Ma'naviyat ma'rifat markazi tomonidan chop etilgan Ustozga ehtirom nomli kitob albomi ham ustozning o'ziga va shogirdlariga katta bir sovg'a tarzida taqdim etildi. Kitobda ustoz Anoropa Mahmudovaning hayoti va faoliyati keng yoritib berildi. Ushbu kitob Respublika Ma'naviyat ma'rifat markazi tomonidan chop etildi va bu kitobimiz nafaqat Xorazm, nafaqat Gurlan, balki respublikamizdagi barcha ustozlarga ta'limga qaratilgan e'tibor namunasi bo'ldi. Ustoz Anoropa Mahmudovaning ta'limga qo'shgan hissasi, uning mehnati, faoliyati bugungi yoshlar uchun hammamizga birdek o'rnak bo'lib xizmat qiladi. Tadbir davomida maktab o'quvchilari tomonidan buyuk ajdodlarimiz hayoti, ijodiga bag'ishlangan teatrlashtirilgan sahna ko'rinishlari, milliy qo'shiqlar namoyish etildi. Xulosa qilib aytganda, bunday uchrashuvlar yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning jamiyatdagi faolligini oshirishga xizmat qiladi.